Quloq kasalligini davolash osonmi yoki burun kasalligini? Bu albatta diagnoziga qarab davolash taktikasi tanlanadi. Bir xil vaqtda quloqniki ham og'rib o'tadi, bir xil vaqtda burnniki ham og'rib o'tadi. Jarrohlik usuli yoki dori-darmon usuli? Bunda tashxisga qarab taktikamiz tanlanadi. Masalan, bir xil kasalliklarda dori-darmon bilan chiqib ketishi mumkin. Agar dori-darmon bilan iloj bo'lmasa, bunda operativ davoni taklif qilamiz. Virusli kasallik yoki bakterial kasallik? O'zi davolash ko'pincha bu virusli yo bakterialni oson deyish qiyinrog'i, lekin ko'proq bakterialni davolash yaxshi, tezroq tuzalish bo'ladi. Chunki virusli kasalliklar ko'proq cho'ziladi. Bemor uchun shovqinli muhit yaxshimi, sukunatmi? Albatta sukunat. Chunki shovqinni o'zi ham kasalliklar keltirib chiqaradi. Masalan, nevrit kasalliklarda, masalan, shovqin bo'lsa, nevrit kasalligini keltirib chiqaradi. Endoskopiya yoki rentgen? Bu endoskopiya tekshiruv usulimiz bular bir-birini to'ldirib turadi. Masalan, endoskopiya qilgan joyda rentgen ko'rsatmaydi. Bir xil vaqtda rentgen ko'rsatgan joyda endoskopiya bilan ko'rib bo'lmaydi. Albatta bu to'ldirib turadi bir-birini. Yosh bemorlar yoki keksa bemorlar? Endi bu davolash albatta yoshlarni davolash osonroq, chunki bular immun sistemasi yaxshi bo'ladi. Davolashda zamonaviy usul yaxshimi yoki an'anaviy usulmi? Endi davolash taktikasi aralash ishlatganingiz ma'qul. Zamonaviy usulda davolash ham bir vaqt juda zo'r natija beradi. An'anaviy usulda ham foydalanishimiz kerak.